qadrli obunachilar, sizlarga yangi chiqqan Qo'shimdagi darvozani tavsiya qilamiz. Buning nomi Haydek deb nomlanadi. Qanaqa joylarga tavsiya etamiz? Bularning dimoxod kerak, shobada aylanib tursin degan darvozaxonaga qo'yishga mumkin. Chunki tepa qismlarini panjaralarni qo'yib aylanib turish uchun traktorlarga keladigan bo'lsa, tagri traktor bo'ladi. Kafolat beramiz, sifatiga ham 5 yil traktorga garantiya. Kafolati tosh bilan chiqqanidan tuzilmaydigan usulda bo'ladi. Mana shu tosh bo'ladi. Mana shunga qurib tekshirib olaverasizlar, xudo xolasa. Buni narxiga keladigan bo'lsak, kvadratini 670 ming so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab to'lovchi bepul. Buydu. Hop. Mana buni fotolarimizdan bor. Demokratga xohlaganlar uchun biliskilari yetib turibdi, soch taraf ko'chaga chiqib ketaveradi darvozamizdan, xudo xolasa. Yo'llarda necha davomida o'zbekistonda bo'lgan rejalarga ularimizni kvadratini 670 ming so'mdan qilib beramiz. Hop. Buni ham Haydek usulda bo'lgan, uchkalari bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Uchkalarda listlarimiz 1-2 bo'lgan fermalar xizmatiga kafolat beramiz, xudo xolasa. Traktorlarga ham, profillarga ham garantiya inshaalloh. Taglarga shivellar bo'lgan, ikkita yoni profilda bo'ladi. Kelamiz. Hop. Bundan keyin mana bitta darvoza xohlaganlar uchun Haydek usulda bo'lgan, bemalol ko'rishga mumkin. 1 lista bo'lgan, o'zi shivellar bo'lgan, uchta tarafi tagi ikkita yog'ni bularni kvadrat metrini 1,4 ming so'mdan qilib beraman. Agar O'zbekiston bo'ylab to'lovchilari besplatniy xudo xolasa xizmatiga kafolat beramiz. Mana bu qora nirjavekada bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlar uchun ochamiz bularni. Bemalol kelib, sochi taraf singdaraga ham chiqib ketishinglar mumkin. Sohona bozorda xohlovchilarga shu darvozani tavsiya qilamiz. Stenkalari 2 da bo'lgan, shivellar, o'lli shivellar ikki tarafi, girdalari o'z yo'lida xohlagan razmerlarda, xohlagan joylarga olib borib o'rnatib beramiz. Men buni tekshirib olaverasizlar. Xudo xolasa qancha ham buzib turolmaydi bu darvozamizni.